Bugün 26 fevral. Mana sirenlarimiz ham gullay boshladi. Endi mana o'tgan yilgi ko'chatlar. Mana bu qalamchalarni o'tkazish paytimiz. Bu hammasi uzun. Naryoqda ikkinchi qator, narigisi uchinchi qator. Bular uchinchi qator. To'rtinchi qatoriga ham tayyor. Bular agar har biri 100 tadan bo'lsa 400 ta bo'ladi. Biz naryoqda anor qalamchalarimiz ham bor. Ularni ham xuddi shunday tayyorlab qo'yamiz.